Assalomu alaykum, hurmatli omadaşlarimiz. Navbatda ko'rsatib o'tadigan avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan, kuzov 2017. Holatlari zo'r. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. Oldindan faqat Gaynatos xarajatlarini berasizlar. Oylik to'lovlari 4 yil 2.400.000 so'mdan avtokreditda chiqariladi. LED farlar qo'yilgan. Kraskalar nadam qilib ustalar bilan ko'rib olasizlar. Shu ikki eshik bilan krelda uzoq bo'yli kraska bodadi egasi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Metan gaz ballonlar uстановка qilingan. Kraska bo'lgan bilan ichine o'tmagan hurmatli obunachilar, yana kontaktlarni ko'rsatamiz. Mana kontaktlar joyida. Stoykalar hammasi butun. İchlarning holati avtomat korobka, metan prostoy. Zavodskiy chexollantiribdi. Kuzov 2017. Avtomobilimiz pravosiz avtokreditda chiqarsa bo'ladi. Pasport bo'lsa bo'ldi, 18 yoshdan 60 yoshgacha avtokreditda chiqaramiz. Avtomobilimiz kimga qiziqar bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldiramiz, diğer avtoga kelaverasizlar. Sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa, kelsangiz qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Diğer avtoda sizlarni kutib qolamiz.